boshqa joy tozalagin. Soat 7 bo'ldi. Xudoyim erta turganga berar ekan. Bo'pti, mana hozir chiqyapman. Nonushta tayyor. Hozir choy damlayman. Shu ishingni 9 dan 10 da qilsang bo'lmasmidi? Shu paytda shunaqa qilishing kerakmi? Yo'q, bo'lmaydi. Ataylab asabimga tegding-a? Baribir uyga olding-a? Maqsadingga yetding. Assalomu alaykum, Jenny. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Ha, rahmat. Boring, xalaqit beryapsiz. Juda toza ish qilar ekansan, a? Buncha ko'p gapirasiz. Nima deb o'ylaysiz, Mahmudjon? Ha, endi o'g'lingizni bilasiz-ku. Har doimgi qilig'i. Har doimgi qilig'i deng. Shunaqa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Bugun erta turibsizmi? Ishga ketyapman. Ishga? Nima qilibdi? Kimdir aytgan ekan, erkak kishi uyda o'tirsa, qiz bola bo'lib qolar ekan deb. Men unaqa deganim yo'q-ku. Sen aytding, deyotganim yo'q-ku. Qornim tatalab ketdi. Nonushtaga nima berasan? Quymoq. Yeysizmi? Quymoq. Ha. Zo'r-ku. Yeyman. Siz ishxonaga shundoq bormoqchimisiz? Kiyimimga nima qilibdi? Ko'cha bezorisiga o'xshab qolibsiz. Kostyum